Assalamu alaikum dostlar. Bugün sizlerle ötülen dersimiz mavzusu koordinat tüzüğüne yardım arkalık ratsional sallarını qoşuş. Ratsional sallarını qoşuştun burun aldı bilen mundaq ötken mavzuni ismi şurayla biz koordinatlık tüzüğünü degan mavzuni ötdük. Koordinat tüzüğü degan mavzuni. Bu koordinat tüzüğde ijobiy yo'nalish bor, birlik kesintileri talab etilgan tüzüğünü koordinat tüzüğü deb aytamiz, durustmi? Munda qarsak biz nima uchun yo'nalishni ijobiy taraf qarab qo'ydik. Bu yerdagi maqsad sonning kichigidan boshlab yuqori qarab yoki kichigidan cho'ng qarab o'sish daraja bo'yicha sonlar o'rnashgan va sonlarning o'sishi ijobiy yo'nalishda bor deganni bildirdi. Sonlarning eng kichigi u salbiy yo'nalishda, cho'ngi ijobiy yo'nalishda. Yoki yana nimchalik bo'ldi? Sonlar so'ldan o'ng qarab bo'ldi, o'sidi. Agar bizga ijobiy son berilsa, biz nima qilamiz? O'ng qarab yo'nalamiz. Salbiy son berilsa, so'l qarab yo'nalamiz. Andiki bundaq misolni qarash turaylik. -5 qo'shilgan 2. -5 qo'shilgan 2. -5 ning o'rnini topamiz. Mana -5. Endi +2. Plus desa biz qayoqqa qarab yo'nalamiz? O'ngga qarab yo'nalamiz. Qancha birligi? 2 birligi. Mana -5 ni 2 birlik atlaymiz. 2 birlik atılsak bizning sonimiz qancha keldi? -3 ga keladi. Mana 2 birlik. 1 2. Kelasi misol. -1 qo'shilgan -3. -1 ning o'rni mana. Endi -3 deydi. Demek 3 birlik qayerga siljitimiz? O'ngmi, so'lg'imi? Minus bo'lgan so'lga siljitimiz. 3 birlikka. Mana 1 birlik, 2 birlik, 3 birlik. Qancha keldiki? -4 keldiki. Yoki uni qisqacha sirazu -1 dan 3 sonini tashlab kelsak, sirazu qanchaga keldi? -4 ga keladi. Demek -1 qo'shilgan -3 teng -4. Kelasi misol 2 qo'shilgan -5. 2 ni o'rnini tepa olaylik. 2 mana. -5 deganlikdan biz so'l qarab 5 birlik atlaymiz. 1 2 3 4 5 birlik. Demek qancha keldi u? -3 ga keldi. Sanab ko'raylik qancha birlik bor ekan. 1 2 3 4 5. Demek 2 qo'shilgan -5 javob qancha bo'ldi? -3 bo'ldi. Kelasi bizda bundaq misol. -1 qo'shilgan 3 qo'shilgan -4. Aldı bilen -1 ni o'rnini tepa olaylik. Mana -1. +3 ise 10'ga 3 birlik atlaymiz. Mana 3 birlik atıldım. Qancha geldi? 2 ga geldi. Endi -4 deydi. -4'ü aksincha so'l qarab 4 birlik atlaymiz. So'l qarab 1 2 3 4 birlik qancha keldi? -2 ga keldi. Demek javob qancha bo'ldi? -2. Sanab ko'raylik qaytadan. -1 +3. 3 birlik atlaydi 10 qarab. 1 2 3. Durust qancha keldi? 2 keldi. Kelasi -4 deydi. -4 degan so'l qarab 4 birlik atlaydi degan so'z. 1 2 3 4. Demek javob qancha keldi? -2 ga keldi. Kelasi misol havo rayi 2 gradus issiq, 5 gradus sovuq bo'lib 6 gradus ko'tarilsa, temperatura qancha gradus bo'ldi? Bu yerda ikki misol qarashtirilgan. Birinchi misol uchun 2 gradus issiq bo'lsa, ikkinchi misol uchun 5 gradus sovuq bo'lsa. 2 gradus issiq deganimiz bu ijobiy son, ya. Buni yana +2 deb yozg'il bo'ldi yoki 2 li desak bo'ldi. Endi 6 gradus ko'tarilsa, demak +6. Endi 2 ga 6 ni qo'shsak qancha bo'ldi? 8. İkinci misal 5 gradus soğuk. Soğuk dediğimiz o -5 oldu. -5 +6 ten koordinat tüzüğünü geçirse. -5 dediğimiz 5 gradus soğuk o -5 yazıldı. +6 neyim için 6 gradus kötürülünse de oldu. Demek +6. Bayakı koordinat tüzüğünü paydalıp -5 altına koşsa kaç oldu? 1 oldu. Demek cevabı 8 ve 1. Birinci misal için 8, ikincisi için 1. Kelesi buna misal. Tengli içinler deydi. -5 qo'shilgan x teng 0. Bu tengli iş için biz o'ylaymiz. -5
Dastlabki o'rni minus 5. Qanchani qo'shsa 0 bo'ldi. Minus 5 ning 0 qayerda? O'ng tarafida. Mana biz boyaqi koordinat tuzgasak, minus 5 ning 0 qayerda? O'ng tarafida. Qancha birlik atlash kerak 0 chiqish uchun? Sanaymiz 1, 2, 3, 4, 5. Demek x teng 5 bo'ldi. Minus 5 ga 5 ni qo'shsa qancha? 0. Yoki qarama-qarshilarning qo'shindisi 0 deganni beradi. Kelasi misol minus 5 qo'shilgan minus x teng 0 deydi. Bu yerda biz boya aytib ketdik, minus 5 qanchani qo'shsak 0 bo'ldi? 5 ni qo'shdik, durustmi? Demak, nima bezmi? Minus x teng 5 ga. Chunki minus 5 qo'shilgan 5 teng 0 go. Demak bu minus x o'rinda 5 soni yo'shirib turdi deganini bildirdi. Endi o'ylaymiz, qandaq songa qarama-qarshi son 5. Biz o'tgan mavzu o'tdik, qarama-qarshi sonlarni minus 5 yoki minus 5 ga qarama-qarshi son 5. Kelasi misol bizda bundaq ta'lim berilgan. Endi biz o'ylaymiz, minus 13 ga qanchani qo'shsam 0 chiqadi. Albatta qanchani? 13 ni. Minus 3 qo'shilgan 13 teng 0 bo'ldi. Endi demak, x qo'shilgan 20 ning o'rnida qanday son yo'shirib turdi? 13 teng 13 deyman. X'imizni tepish uchun koordinat tuzda 13 degan chek tepib, sol qarab 21likka mansaq, şurada bizning x'imiz ma'nosi minus 7 ga kelib keldi. Şu javob minus 7. Kelasi misol 6x qo'shilgan minus 120 teng 0. Endi o'ylayman, minus 120 ga qanchani qo'shsam 0 chiqadi. Albatta qanchani? 120 ni. Demak, 6x ning o'rnida 120 degan son yo'qib turdi, yo'shirib turdi. Bu yerda x tepish uchun 120 ni 6 ga bölüytme. Şurada x teng, men javob bo'ldi qancha? 20. Tekshirib ko'raylik. 6 ni 20 ko'paytsam 120. 120 degan chekitni minus bo'lgan keyniga 121likka siljitsam 0 ga keldi. Demak, javobim 20. Shu bilan bugungi darsimiz oyoqlashdi. Diqqatingizga ko'p rahmat.